Keling bizda ham nonlar bor. Bizdan ham oling. Yo'q, okamlardan olaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Aka, ikkita solib bering. Aka, o'zi 4 ta qoldi. Hammasini olib qo'ya qoling. Bera qoling, akaxon. Ana aka, osh bo'lsin. Rahmat, aka. Salomat bo'ling, kelib turing. Ey Xudoga shukr. Bugungi nonlarimni ham sotib bo'ldim. Endi uyga ertaroq ketaman. Men yaqini. Men sen tushunmadim. Nonni bitta novvoyxonadan olib chiqib sotsin. Odamlarni sehrlab qo'yganmisan? Men hali 10 ta ham non sotmadim. 40 ta shu nonni ko'zimning oldida sotib yording. Astag'firulloh deng. O'zingizni bosib oling. Eng qizig'ichi, nimaga sen yo'q bo'lsang ham odamlar seni kelib so'raydi. Buni sababi assalomu alaykum adi. Aniq bildim shu yerdaligingizda. Uyga kirsam yo'q ekansiz. Tinchlikmi? Nega kayfiyating yo'q? Kenja farzand bo'lib, pensiyaga chiqqaningizdan beri yoningizga kiraman deb har xil kasblarni qilib ko'rdim. O'xshamadi. Nonvoyxonam ham bir kun savdosi bo'lsa, bir kun bo'lmayapti. Pensiyangizni ham ro'zg'orga ishlatib qo'yasiz. Meni kechiring adi. Ha, bolama. Hamma topganim sanlaniki-yu. Men go'rimga olib ketarmidim. Qani o'g'lim, qo'lingni duoga och. Ilohim amin. Novvoylik kasbini tanlabsan, Alloh seni eng azizlardan qilsin. Odamlar seni noningni uzoq-uzoqlardan qidirib kelsin. Doimo omad va baxtingni bersin. Allohu akbar. Baraka top o'g'lim. Siz ham otangizning duosini olganmisiz? O'zim sizlar uchun ishlayapman. Savdamni ham mazasi yo'q. Qachon pul bo'lsa o'shanda olib kelib beraman. Bezakda qurmayman hadi. Men dadamdan boyban chunki dadam bor. Izlarimni izlab yurgan qadam bor. Vaqtim ko'rolmagan qancha odam bor. Dadasini davrida boy deganlar